Obunachilar, sizlar bilan Uzuk va bugungi videoda top 5 ta modlar haqida bo'ladi. Albatta, like va obuna tugmalarini bosib qo'yinglar, chunki bu video juda ham qiziq bo'lishi aniq. Qani endi go! Obunachilar, agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, modlarni qanday yuklashni o'rgataman. Va birinchi modimiz bu fakelni yorug' qildiruvchi. Ko'rasizlarmi, qanchalik yorug'? 15 ta blokgacha yondirib bera oladi. Shunaqa ekan. Mana bemalol ishlatsa bo'ladi. Bu mod hozirchalik oddiy, lekin keyingi modda просто kulgili va qiziqarli bo'ladi. Va keyingi modga o'tsak ham bo'ladi. Keyingi modimiz va kulgili. Masalan, siz hayvonni nimadir aqlga solmoqchi bo'lsangiz, ustiga bitta bosasiz va mana solinadi. Masalan, hattoki go'limni ham so'za bo'ladi. Juda ham kulgili va bunaqa paydo qildi. Hattoki qishloqni ham soz bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana qishlog'i va mana qishlog'i. Bu juda ham kulgili. Faqat eksperimentini ko'rasizlarmi? Yana mana bu yerda sizlar nastroyga qilsanglar ham bo'ladi. Tushunmaganlar oddiy ishlatirsa ham bo'laveradi. Keyingi modimiz o'tkazishimiz uchun like bosing tezroq. Qani keldi keyingi modga. Mod esa horror. Mana bunaqa maxluqlar qo'shadi. Kitobchasi ham bor. Va flashlightda ham bor. Bu modni ko'pchilik haligacha qanday qilib o'tkazishni bilmaydi. Va bu mod bizda ham bor. Hozir nimalar qo'shilishini ko'rsataman. Mana bunday narsalar. O'zim hali bunaqa modni Bedrockda o'ynamadim. Javada o'ynab ko'rdim va blogini juda ham rostini horror ekan, meni qo'rqitdi. Mana bunaqa horror modlarni qo'shadi. Просто tak mazza qilib o'ynasanglar, qo'rqib qo'rqib xullas sizlarga tavsiya beraman. Mana shu modni o'rnatib video olishga zo'r mod. Xullas hamma narsaga zo'r. Uni hozir kreativ bo'lgani uchun deya olmayman menga. Lekin qaranglar, surli uchi bilan meni o'ldirib yuboradi. Ishonmaysizlarmi? Hozir 5 daqiqa. Hozir mana surli yotdi va mana просто o'ldirib yuboradi. Mana qo'lisi уже o'tmay. Aytdim-ku, просто o'ldirib yuboradi. Shuning uchun sizlarga tavsiya etaman. Keyingi modga ketdi. 4-bodga ham kerak. Bu mod просто wow. Sizga 3D anaqa qurol yoqadi, albatta bilishni o'tkazing. Mana nima deyapti? Obunachilar, nima bu? Obunachilar o'z qaytamiz umidi. Mana buni qaranglar, nima bu? Shunaqa mod sizga yoqadimi? Aytinglar. Просто zo'r. Mana hattoki o'qlari ham bunaqa yarashadi. Mana bunaqa o'qlarini просто wow. Просто wow. Mana bu mod umuman yoqdi-da. Yana qanaqadir blitzel degan narsalar bor ekan.
buni qanaqa qo'yadi? Savol. Buni o'rganib olasizlar. O'rganib olasiz, obunachilar. Qo'yishni ham qilasiz, lekin juda ham zo'r mod. Menga просто vau. Chunki qaranglar, animatsiyasini qaranglar, jiddiy xullas. Aldamagani qaranglar, просто. Yana buni ko'rib mani qanaqa topishni sizlarga o'rgataman. Albatta, sizlarga o'rgatmas, bosida oxirgi modda sizlarga aytib ketaman. Va unda biz bu moddani keyingi modga o'tsak ham bo'ladi. Uni keyingi modga go. Bu juda ham qiziqarli. Ayniqsa survival qilish uchun eng yaxshi mod. Mana masalan, mana go'shtni joyda turibdi. O'sha yerda mana yana qo'shimcha joy bor, sara bo'lib turibdi. Bu Javada ham bor va nihoyat Bedrockda ham topildi. Va mana sizlarda ham shu bo'lishi mumkin agar men aytgan narsalarni qilsanglar. Birinchi navbatda описание va kommentariyadagi linkga kirib va bot chiqadi va o'sha botni bosib, men o'sha keyin ishlatish uchun meni Telegram kanalimni obuna bo'lasizlar va ishlaydi. Va yana endi cheksiz bemalol yangi modlar bilan o'ynasanglar bo'ladi. Bularning hamma modlari bor o'sha Telegram kanalimda hozir hammasi qo'yilgan. Botda turibdi hammasi. Hozir yaqin ochilgan va yaqinda pro darajada chiqadi. Aytgancha, agar описание va kommentariya kirolmasanglar, mana bu yerda QR kod turibdi. Agar QR kodda ham kirmoqchi bo'lmasanglar, Uzuku bot deb yozsanglar chiqadi. Albatta hammaga rahmat. Albatta o'rnatib qo'yinglar. Bularning hammasi modlar juda ham zo'r. Menga просто yoqdi. Yana Telegram kanalimda ham obuna bo'linglar, chunki u yerda ham yaxshi videolar chiqadi. Narsalar chiqadi. Videolar qo'yaman, o'zim haqimda bo'ladi. Xullas, hammasiga obuna bo'linglar. Unda video tugadi.